Yozaylik. Qanaqa ko'rsatkich? Vodorod ko'rsatkich nima mavzu? Vodorod ko'rsatkich yoki pH. Vodorod ko'rsatkich yoki pH. Kichkina p bilan katta h yoziladi. Ya'ni vodorod ko'rsatkich yoki pH. Yani bundan. pH. Tamam, vodorod ko'rsatkich yoki pH. Hop, foydasi boshlaymiz. pH. Yani vodorod ko'rsatkich deganda, vodorod ko'rsatkich deganda nosqarni uzunroq pH deb ko'rsatib bo'ladi. pH hop, 1 litr eritmadagi vodorod ionlari, ya'ni H+. Vodorod ionlari ning 1 litr eritmadagi vodorod ionlarining 1 litr eritmadagi vodorod ionlarining konsentratsiyasi. Qancha turib molar. 1 litr eritmadagi vodorod ionlarining konsentratsiyasi, ya'ni molar. Hop. pOH. pOH, ya'ni pOH. Kichkina p bilan. pOH. 1 litr eritmadagi nima bo'ladi? OH ionlarining konsentratsiyasi. 1 litr eritmadagi OH ionlarining konsentratsiyasi, ya'ni molar. OH ionlari qanaqa bo'ladi? OH ionlari OH minus bo'ladi. Endi vodorod ionlari nima beradi? OH ionlari nima beradi degan savol bor. Vodorod nimada bo'ladi? Vodorod kislotalarda bo'ladi. Masalan, bir negizli kislotalar dissotsiyatsiyalansa, bitta vodorod bilan bitta xlor ioni hosil qiladimi? Nechidir mol H xlor bo'lsa, o'shandan nechidir mol vodorod hosil bo'ladi. Bittadan bo'lsa bittada chiqadi, to'g'rimi? Agar kislotam 2 negizli bo'lsa, necha vodorod chiqadi? Bitta plus sulfat ioni. Menga bu kerak emas, menga ham vodorod ioni kerak. Agar kislotam 3 negizli bo'lsa, to'liq dissotsiyalansa 3 ta chiqadi plus to'g'rimi? Endi OH ioniga. Da OH ishqorlardan chiqadi. Bir negizli, masalan, natriy gidroksid bo'lsa, natriy bilan OH, 2 negizli bo'lsa, OH, 3 negizli bo'lsa, shu nima bo'ladi? Alyumin cho'kmadi, alyumin cho'kma bo'lmaydi. O'shandan ko'plari cho'kma bo'lmagan o'shandan kerak. O'shandan ko'p cho'kma, o'shandan bo'lmaydi, kamdan-kam bo'ladi. Cho'kma narsa dissotsiyalanmaydi. Raytdir, dissotsiyalanmaydi. Cho'kma hisobidan dissotsiyalanmaydi, ya'ni ion yetadi. Endi o'shandan yo'q ekan. Tushundingmi? Mana narsa. Vodorod nimadan chiqadi? Vodorod deydi. Kislotadan OH ionlari chiqadi. Chiqadi. Xo'p, tuzdan chiqishi mumkinmi? degan savol. Shu yozaveraymi? Tuzdan. Dissotsiyatsiya takrorlab olamiz. Dissotsiyatsiya bog'lanadi. Turing bunu. Mabodo kislotam to'rtga gidiyorsa to'rtta vodorod chiqishi mumkin.
Bilim. Tuziladigan vodorod bilan OH chiqishi mumkinmi? Chiqishi mumkin. Qachon? Ya'ni tarkibi nima bo'lsa, qachon vodorod chiqadi? Vodorod bo'lsa, OH chiqadi. Masalan, vodorod bor tuzda qanaqa tuziladi? Yordam tuziladi. Bitta misol. Narim. Nola tuziladi. Natriy, gidrosulfat. Bitta ham natriy, ham vodorod, ham sulfat kelib chiqmoqda. Mabodo shunaqa holatdan kelib qoladi, vodorod ionlari konsentratsiyasi to'xtab qoladi. Tushundingmi? O'zi, pH degan narsani eshitgansizlar maktabda. pH indikator degan narsa bor. Mana bu qog'ozcha bo'ladi. Eritmay chiqadi, keyin qog'ozchani har xil rangli bo'ladi. 14. Ko'rgansizlar, rangli qog'ozcha. Maktab ko'rgan. Sizlar rangi o'zgaradi. Kiyimda qanaqa shikalar bilan solishtirasizlar. Keyin o'sha yerda pH necha ekanligini aytadi. Xo'p, pH nimaga? Er bilan ishlatalimi yoki asosli xossami, o'shani xossasini aniqlash uchun ishlatiladi. Indikator, pH indikator. Xo'p, pH 14 talik skalada o'lchanadi. pH 14 talik skalada o'lchanadi. Xo'p. Ya'ni 1 dan 0 dan 14 gacha. 0 dan 14 gacha o'rta necha? 7. O'rta 7 ni neytral deyman. Neytral sharoit. Ya'ni pH yoki OH 7 bo'lib qolsa, bu neytral sharoit bo'ladi. Tushunarli? Ha? Bo'ldi. Tushunarli? 0 dan 7 gacha bo'lganimmi? 0 dan 7 gacha bo'lgan narsammi? Kislotalli deyman. Ya'ni pH masalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bo'lsa, kislotalli. 7 dan 14 gachami? Nima deyapman? Shifoli. To'g'rimi? Endi buni kuchlisi ham bor, kuchsizi ham bor. 0 dan 3 gacha bo'lgani kuchli. Ya'ni kuchli kislotalli. 3 dan 7 ga bo'lgani kuch. Kuchsiz. Ketganmiz shunaqa. 7 dan 11 gacha bo'lgani kuchsiz. 11 dan 14 gacha kuchli. Shifoli bo'ladi. Nima? Kuchli kislotalli, kuchsiz kislotalli, kuchsiz shifol, kuchli anaqa. Hozir qilamiz, 10 mana topasizlar hisobda. Xo'pmi? Sharoitni aniqlash bo'yicha. Asli qo'ydim. Men 1, 2, 3, 4, 5 talarni qo'ymadim. O'shalarni nima topishdik? Xo'p, nazorat ko'rsatish topishda shart eritmani sharoitini topish. Ya'ni masalan, senda pHing 2.7 chiqib qoldi, mabodo. Sharoit qanaqa deydi? 3 gachami? Kuchli, kislotalli. Tushunsiz? pH plus pOH teng 14 bo'ladi. Ya'ni pH bilan OH ni yig'indisi har doim
14 ga teng. Hop, PH bilan POH tenglikda har doim 14 ga teng. Ya'ni 14 tari-yu o'sha narsa. Masalan shartda POH ni necha deb bersam? Necha deb? 2. PH necha bo'ladi bunda? 12. PH 12 degani, PH 12 degani. Sharoit qanaqa bo'lyapti? Chiqadi. Tushundingmi? Bir xil paytda POH beradi-da, PHni o'ziga qo'yish, shkalaga qo'yib turib, sharoitni qo'llaysiz. Shunga boshqana. POHdan berilsa, 2 deb berildi-da. PH bilan POH yig'ilsa 10 to'g'ri bo'ladi. Demak, bu 2 bo'ldi. 2 ga necha qo'shsam 10 to'g'ri bo'ladi. 12. Demak, PH ham 12 ekan. PH ham 12 degani mana bu yerga to'xtaydi, to'g'rimi? Demak, sharoit qanaqa bo'ladi? Kuchli? Hop. Aha. Agar POH bo'lsa. POH bo'lsa. POH 12 emas, 13 deydi. 11 deydi. PH ham 3 bo'ladi. PH 3 bo'lsa, nima to'xtayapti? Kuchli ketadi. Ha? Mabodo 7 bo'lib qolsa nima bo'ladi sharoit? Neytral. Qachon neytral bo'ladi degan savol. Qachon neytral bo'ladi? Faqat toza distillangan suvda neytral bo'ladi. Tamam? Mana bu yerga keyin yozaman. To'g'ri. Bo'ldi. Oson. To'g'ri? Qachon neytral bo'ladi? Bu yana qarada. OH bilan PH 11 ta 3 ta bo'lyapti. Bundan mantiqan o'ylab ko'rsang 7 bo'lsa, agar PH 7 bo'lsa, POH ham necha bo'ladi? 7 bo'ladi. Bu degani vodorodlar soni OH soniga teng deganimi? Qachon teng bo'ladi? Suvda suv H2-mi? Suvda bitta vodorod bilan bitta OH ioni bormi? Ya'ni vodorod ionlari va OH ionlari soni teng bo'lsa, nima bo'lar ekan? Eritma neytral bo'ladi. Ya'ni faqat suv bo'lsa. Faqat toza distillangan suvda eritma neytral bo'ladi. Faqat toza distillangan suvda. Yoki toza suvda desanglar bo'ladi. Endi Jurbilosdan beni hisob-kitob boshlaymiz. Jurbi kerak bo'lsa, choq. Choqlardan. Bo'ldi. Endi mana hisob-kitobi bor. Teskari 10 yillarga yana teskari. Ha? Teskari 10 yillarga. 10dan 1ga qarab teskari. Yo'q. Teskari 10 yillarga ekan. Ya'ni qachonki minus volt amakda 10 deydi, keyin 1 deydi. Masalan 1 bo'lsa, teskari 10 yillarga 1 bo'lsa, bu 0,1 degani. Hop. Teskari 10 yillarga esa havoda 2 bo'lsa, 0,01 degani. Ya'ni mana 2 nolga soldi. ha, ya'ni 2 1 taqsim 10 darajasi degani. 10 boshqa tekshirib
Mana uni o'rnida ham matematikada 8 logaritm bor, 3 xohlagan logaritm borda matematikada. Bizga faqat 10 logaritm kerak. Ya'ni matematikani kerak. Masalan, mana bu bir darajani bildiryapti. Tushundingmi? Mana bir darajani bildiryapti. 2 daraja masalan. Hop necha olamiz? Bu degan birda hisoblagan. Mana bu 1 bo'ladi-ku. 10 ni birinchisi necha? 10. 1 ni 10 ga bo'lsang 0 bo'ladi. Mana bunda. 1 taqsim 10 ni kvadrati. 10 ni kvadrati mana 2 bo'lgani uchun. Tushundingmi? 1 taqsim 10 ni kvadrati 100. Kattaroq bo'lsa Necha? 25. Yo'q, 25. O'zi 14 gacha bo'ladi. 14 gachami? 14 bo'lsa. 14 bo'lsa, mabodo 14 bo'lsa, mabodo. Minus logda 10 barobar 14 bo'lsa, teskarilaydi. 14 bo'lsa, 1 taqsim 10 ni 14-chisi bo'ladi. 10 ni 14-chisi necha degani? Hamda 10 ni 2 ta 0 bo'ldimi? Kvadratiga 2 ta 0 bo'ldimi? 10 ni 1 orqasiga 14 ta 0 degani. 1 ga kim tegadi? O'tamaydi son. Boyagi 7 deb olaydi. Suviki 7 deydi. To'g'rimi? Boy neytral sharoit. Ya'ni qaranglar. Boy mana buni o'rnida endi pH keladi. Agar pH 1 bo'lsa, minus 10 teskari logaritm 1 deganida. Tushungan? Yo'q. Boshqalar. Boshqalar. Namda matematik 10 li logaritm teskari 10 li logaritm o'rnida bizda pH keladi, hisoblanadi. To'g'ri? Biz soddalashtirganmiz pH. pH 1 degani necha degani? Molar konsentratsiya. Necha degani? 0,1 degani. Tushundinglarmi? Qanaqa topgan tushundinglarmi 0,1? Agar pH 3 bo'lsa, pH 3 bo'lsa, necha bo'ladi? Samolyotlik 0,003. 1 bilan tugaydi. Har doim oxiri 1 bilan tugaydi. Boya endi nimaga malyar olsa yaxshi beradi. Sabab boya qoidada nima deyapti? Vodorod ionlarini 1 litr erigan moddani vodorod ionlarini bo'ladi. Malyar nima edi? 1 litr eritmada erigan moddani miqdor. Bizda faqat vodorod. Endi bunday bundoq keladi. Hisob kitob. Uchurga kerak emas o'rta. Logaritm tushunchasi. Matematika o'rgatilyapti bu narsa. Afsuski qachonlar. Matematika yaxshi boshlayapti. Matematika degani. Uchurga boshqa. O'rta. Bu paytda boyagina masala keladida. pH 10 bo'lsin deydi. pH 10 bo'lsin. pH 10 bo'lsin deydi. Da OH ionlarining konsentratsiyasini top deydi. OH ionlarining konsentratsiyasi. OH nima beradi? OH beradi. Birinchi yeriga. OH uchun necha bo'ladi? 4, mana boy 10 ga to'g'ri qo'shib kelgan. Endi buni malyarni topaman. Malyar OH ionlari. Necha bo'ladi? Da 4 1 2 3 4 ni yozaman-da, oxiri 1 yozaman. Bu shuning bu. Kim ekan? Yo'q. Bu OH. Mabodo OH berib pH so'rasa, hechqachon bo'ladi. Tushundingmi? Tushundingmi? So'rayman.
Yo'q. O'chirilgan. Shunaqa masalan shunaqami? Shunaqa qilishimiz. Endi yana bitta ko'rinishi bor. Mana 0.001 ikki xil yozsam bo'ladi, 3 xil yozsam bo'ladi. Boyagi 1/10 darajasi necha? To'g'ri yoki bunday matematika o'qiyotgan bo'lgan faqat. Fizikada ikkalasi bir xil narsa, fizika ham matematika ham. Tushunarli? Mabodo darajada minus ketsa, bu degani 1/10 degani. Yoki bunisi. Uchalasi bir xil ma'no biladi. Tushunarli? 0 butun nechta 0,1 bo'lsa, 10 darajasi shuncha degani. Bu kasrda bu daraja minusli darajada. Bularni ko'proq masalada bu holat bilan bu holat keladi. Chunki kitobga kasr yozish qiyin-da. Tushunarli? Aha. O'chiraver. Bo'ldi, anaqa. Qarab qo'ysizlar. Hop. Endi. Boy aytdim. Mashinani tartibga chiqadi. Vodorod ionlari bilan OH ionlarini ko'paytmasa degan narsa bor. Kerak bo'lsa matematikada qoida, mana qoida bor. A ko'paytirib n plus a l ko'paytirib m bor. Necha bo'ladi? A n plus m bo'ladi. Darajalar qo'shiladi. Ya'ni asoslari bir bo'lgan sonlar darajalar qo'shiladi. Matematika shunaqa edi. Men matematikani xato aytgan bo'lsam uzr. Endi masalan, bo'yin 10 darajasi minus 4 pH mi OH berdi, to'g'rimi? OH chiqdi. Bo'yi hozirgi. Endi pH ham necha chiqdi? 10 edi. Demak, 4 ga 10 ni qo'shib bo'yi 14 oldimi? Endi bu vodorod ionlari, OH ionlari konsentratsiyasi edi. Ko'paytirsam vodorod ionlari konsentratsiyasi. Vodorod ionlari konsentratsiyasi necha bo'ladi? 10 darajasi minus 10 bo'ladi. Shunda natija necha bo'ladi? 10 darajasi minus 10 bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni boyagi pH bilan OH ni yig'indisi 14 deganini darajali ko'rinishi. Bo'ldimi? Ya'ni bunday narsa bor. Cm vodorod ko'paytiruv CmOH deydi. Umumiy 10 darajasi har doim 10 darajasi 14 beradi. Har doim. Ya'ni pH bilan OH yig'indisi 14 degan gapni qo'shib ko'rinishi. Malyarda. Bu pHda u malyarda. Bostimmi? Tapis bostimmi? Tapis bostimmi? Boylar yapıyorlar. İşte kasar. İşte домашний işte. Ben geçen anlamadım. Aman söyleyeceğim. Sen şey gibi oldu ki birisi. Sırında Hiç mi gördün mü? Ne yapıyorsun? kaçta? Hatırlatamıyorum. Bakın. Sen de şaşırdın. Aşağıya gittik. Ne? Uzun yakınaydı.
shunchalik ketdi. Nima qilganda? O'zini yaqinrog'iga, o'zini uyiga yaqin joyga. Nima? Anu oktyabr tarafida. Uydan kelyaptimi ba'zida? Masalan, men deb qo'yildi. Keyin uyga bir mehmon kelib qoldi. Unga masalan dars qo'yolmayman hech. Uyga borib o'taman men. Yetish bo'lsam. Yana nima bor? Qog'oz. Keyin olib keldi. Nazariy xo'p, qarang, endi muhitni boyaga nima beradi deganimi? Muhitni qaranglar. Moddaga qarab topaverasizlar. Masalan, boyaga kislatalar qanaqa sharoit beradi? Vodorod, ya'ni kislotali sharoitda. Ishqorlar ishqor emas beradi. Kali dikromat, dikromat ko'rdim. Necha? 3 ta dikromatli. Xrom 3 kloridni kali dikromat bilan reaksiya hosil bo'ladi. Kali klorid va suv hosil bo'lsa, reaksiya muhitini dikromatli muhit yo'qda. Birinchi masjid ketadi. Bizda kali klorid va suv hosil bo'lsa, reaksiya muhitini kislotalar bor edi. Ichidan 11 ta kislota. Qanaqa kislota? Kuchlilar. 11 ta kuchli kislota bor. Xo'p. O'shirga har doim sharoit qanaqa bo'ladi? Kuchli kislota kelsa, kuchli kislotali bo'ladi. Ishqorlar kelsa, ishqorlarni bizda vertikalni natijali sezik. Banda, birinchi guruh. Aynan. Endi tuzlarda topish. Sizlar kuchli asos bilan kuchli kislotani kelsa, buni sharoitda ikkita kuchli kelib qolsa, nima bo'ladi? Neytral. Ikkita kuchli kelib. Endi bitta kuchsiz, keyin bitta kuchli kelsa. Sharoitda qaysi biri beradi? Kuchli beradi. Tushunarli? Qaysi biri kuchli debdi? Ishqorlar ichida temir yo'q. Bu kuchsiz. Bu kuchli kislota. Demak sharoitda qaysi biri beradi? Kuchli beradi. Nima bor endi? Kuchsiz kislotalardan. Masalan, nasıl yapıyorum? Kali flor on. Kali kipaklari. Kali plus kipaklari. Qaysi bir kuchli debdi? Kalida sharoit nima bor? Qaroqda ishqor. Shuyda. U nazar saqlashga tuzlarni aniqlash sharoitini birinchisi nima deyapti? Qaysi bir kanalda suv eritilganda ishqoriy muhit hosil bo'ladi deyapti. To'g'rimi? Ishqoriy. Kaliy peroksid. Yo'q. Kaliy peroksid. Kaliy O2 ga suv qo'shsa. Bu yerdan kaliy nima hosil bo'ladi? Kaliy
OH hosil bo'ladi. Plus vodorod peroksid yoki kislorod chiqaradi. Nima hosil bo'ladi bu yerda? Kaliy gidroksid, ishqor hosil bo'ladi. Demak, bu ishqor bitdi beradi. Ikkinchisi natriy nitrat. Natriy nitrat nega? Naqas? Chunki natriy nitratda nitrat bu ham kuchli, bu ham kuchli-da. Ya'ni nitrat ham kuchli bo'lsa, natriy ham kuchli ishqor, asos. Ikkalasi biriga kelyaptimi, sharoit neytral bo'ladi. Demak, ikkisi bitadi. Xo'p, 5 tekshirish hojati yo'q. 3. Kalsiy xlorid. Kalsiy xlorid deganmi? Kalsiy xlorid bitadi. Xlorid kuchli, kalsiy kuchsiz. Qaysi biri kuchli bo'lyapti? Bu qanaqa vaqtda beryapti? Yetarli. Demak, 3 xato bo'lsa, 6 natriy gidrid va natriy gidrid suv bo'lsa, natriy gidroksid hosil bo'ladi. Demak, ishqor hosil bo'ladi. Shunaqa qilsizlarmi deysiz? Qilsanglar. Uchinchisi. Xo'p. Xrom xloridni kaliy gipoxlorid bilan reaksiyaga kirishish natijasida xrom 3 xlorid. Xrom 3 xloridga kaliy gipoxlorid deganmi? Nima chiqqan? Kaliyga xrom 6 plus kaliy xlorid ikkita hosil bo'lyapti. Ikkita tuz hosil bo'lyapti. Buni qilishda birinchi osonroq. Kaliy, xlor, ikkalasi ham kuchli. Bu neytralni beryapti. Endi bunga qaraymiz. Xromatik kislota, kuchli kislotalar ichida bormi, yo'qmi? Bor edi. Buncha kuchli bilan bu ham neytral. Demek, ikkalasi ham neytral bo'ladi. O suv har doim neytral bo'ladi. Uchinchisi ham suvga ham qarab qo'yish kerak o'zi, uchinchisi ham. Uchta neytral. Demak, qanaqa bo'ladi? Ha. To'g'rilasam. To'g'rimi? To'rtinchisi. Qaysi jo'q tuzlar suvda eritilganda muhit qanaqa bo'ladi? Neytral. Demak, ikkita kuchliyi topishim kerak. Sezgi xlorid. Ishqorlanishda bormi ekan sezgi? Sezgi gidroksid. Bor. Xo'p, xlorid mayli. Ammoniy xlorid. Bu yerda ammoniy kuchsiz, xlorid kuchli. Neytral emas bu. Demak, achib ketadi. Tushunasizlar nima yaraydi? Rubidiy nitrat. Ikkalasi nima? Hop, necha? Bo'ldimi? Bo'ldi. 5. To'rtta javob bo'ldi. Neytral so'yatma. Rubidiy nitrat bilan sezgi sulfat. Ikkalasi ham kuchli bo'ladi. Keyingi 5. Qaysi metal gidroksidlari ularning asosiy xossasi ortib borish tartibi yozing deyapti. Demak, asosiy xossasi qanday o'zgaradi? Birinchidan Davidda ham mavzu o'tdi. Ichidami? Asosiy xossasi tepadan pastga, o'rndan chapga degan narsalar bor edi.
Nima esinglarda hammani? Qarang, sezgi, kaliy, temir, kalsiy, temir 2 bor. Qarang, bitta ortib borish topdimi yoki kamayib borish topdimi? Ortib borish. Eng kuchsizi temir. Temir 3. Sabab. Necha bu temir 3? Raqam 2 temir 3. Yo'q, raqam emas, 1 2 3 4 5 deb 3mi? Yo'q. Eng kuchsizi shu. Sabab. Eruvchanlik jadvalidan qarasanglar, temir 3 gidroksidni nima bergan? Cho'kma. Demak, cho'kmalar eng kuchsizi bo'ladi. Shunga keyin, undan keyin temir 2 bo'ladi. Temir 2 necha? Tashlama? 5 mi? Keyin kalsiy bo'ldimi? 2 mi tashlama? To'g'rimi? Endi kaliy bilan sezgi tur, to'g'rimi? Xo'p, Mendelevda kaliy bor, keyin sezgi qanaqalardi? Tamom? Teskari, Xo'p. Asoslik xossasi mana tepadan pastga ortadi-da. Litiy, natriy, kaliy, rubidiy, sezgi bor. Asoslik xossasi bunaqasi ortadi. Ya'ni bularni asoslik xossasi litiydan sezgiga qarab ortib bo'lyapti. Eng kuchsizi bitta litiy. Bunda ikkitasi kaliy bilan sezgi beradigan bo'lsa, eng kuchliligi sezgi bo'lyapti, eng o'rtachasi kaliy bo'lyapti. Ketma-ketlikni tushundinglarmi? Top. Nima? Eski mavzuga kelyapti shuning uchun. Keyingisi 6 ko'rsatuvchidan qaysilar erimada ishqoriy muhitga ega bo'ladi? Boyligida, kuchli asos bo'lishi kerak. Ishqoriy bo'lsa, kisatan kuchsiz bo'lishi. Ha? Natijada nima kisatanga qaraymiz. Ya'ni kisatan kuchli kuchsizmi? Kuchsiz. Demak, bir ishqoriy muhitni beradi. Mana. Ana. Ishqoriy muhitni so'rasa, asosan, ya'ni ishqori kuchli, kisatan kuchsiz. Sherigi demak kuchsiz bo'lishi kerak. Darhaqiqat kuchsiz. Itimi? Itimi. Itlar hammasi kuchsiz. Libor kisatan iti kuchsiz. Nima? To'g'ri-da. Potash kaliy karbonat bilan natriy karbonat, kaliy karbonat degan. Kaliy karbonat, qarang. Kaliy kuchli. Bucha. Karbonat kisatan. Kuchsiz. Sharoit ham ishqoriy bo'lyapti. Gidritmi? Kaliy, suv so'g'an kaliy hidroksidga aylanadi-da. To'qqiz. Qaysi muhitda shu yerda neytral muhitda beradi? Demak, ikkalasi ham kuchli bo'lishi kerak.
Boyagi potash, kaliy karbonat ishqoriy berardi. Kaliy karbonat natriy nitrat mana orasida. Chunki natriy ham nitrat ham kirasi kuchli. Kaliy gidrid suvga qo'shsam kaliy gidroksid hosil bo'ladi, ishqoriy muhitni berib qo'yadi. Litiy sulfat, litiy ham sulfat ham kuchli. Tushundinglarmi? Boshqa tushundingmi? Tushunmadingmi? ikki bilan Bir kirmaydi, ikki bilan to'g'ri kiradi. 5 ham kiradi. 5 ham kiradimi? Kiradi. To'g'ri kiradi, kaliy kiradi. 6 kirmaydi. Kaliy gidroksid, u ishqoriy beradi. Kalsiy gidrid. Kalsiy gidroksid hosil bo'ladi. Javob qaysi bo'lishida? Bu bo'ladi. Qaranglar. Kuchli kislotalar. Kuchli kislotalar. Hop, birinchisi. H-xlor bilan H-bron H. Shunaqamidi? Hop, keyinchisi. Sulfat HNO3, keyin H-xlor O3, H-yodid O3 bor edi. Bu ham bor o'zi asli. Chunki kislotalar shuni bundan bilan yaksam katta chiqish kerak-ku, ikkidan. Ikki bundan katta chiqish kerak. Mana bor H-minor, H2-minor, H2-xrom-O4. Dixromatmi? H2. Ferxloratmi? H-xlor-O4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana shu 11 ta kislota kelsa, kaliy dixromat. Bitta ma'lumotni qo'shib qo'ydim. Bu yo'q edi. Bu ham kiradi. Ya'ni mashina kelsa, bitta qoldiqlari bilan kelsa, bular hammasi kuchli kislota bo'ladi. Kuchli ishqor bo'ladi. Ishqor bo'ladi. Ishqor kuchli. Kuchli bo'ladi. Litiy gidroksid, natriy gidroksid, kaliy gidroksid, rubidiy. Ha? Suv neytralni beradi. Keyin kaliy gidroksid. Nima aytgan? Kalsiy gidroksid chiqqanmi? Kalsiy bilan bariy bor. Kalsiy gidroksid bilan bariy gidroksid bor, lekin bularda istisnosi ham keladi bir. Seriga qaraladi. Qanday asosda? Yana bo'lsa boshqalarmi? Stronsiy gidroksid ham bor ekan. Stronsiy gidroksid ham bor ekan. Yani kalsiy stronsiy bariy yo'qda ketdi davrda. Asosiy ishxonada mana hammaga bor. Tushundinglarmi? Endi qaysi endi boshlanyapti masala deyapman. Eritmasi vodorod ioni konsentratsiyasi yuqori bo'ladi. Qarang, vodorod ioni yuqorida o'tadi. Vodorod ioni qanaqa sharoitda beradi? Endi kuchli kislotalik beradi. Malyari necha beryapti? 0. Savol, pH necha bo'ladi shunda? 0.01mi? pH necha bo'ladi? pH 2 bo'ladi. Mana deydi. Endi pH 2 da boya shkala bo'yicha kuchli kislotalikka to'g'ri kelyapti. Endi kuchli kislota bo'lishi kerak-da.
Natriy sulfat. Natriy ham sulfat ham bu yerda ikkalasi kuchli neytralni beradi. Natriy xlor. Xlor ham, natriy xlorid ham, natriy ham ikkalasi kuchli bu yerda. Endi natriy sulfid bilan xlorid holatda. Qaysi kuchli qarang. Natriy bu yerda kuchli, sulfid bu yerda kuchsiz. Bu yerda ishqoriy sharoit bo'lib qoladi. D'da ruh kuchsiz, chunki bu yerda yo'q. Xlor kuchli. Demak, kislotam kuchli bo'lsa, kuchli setalik bo'ladi. Javob qaysi bo'ladi? B bo'ladi. 12. Qaysi modda tuproqning kislotalikligini oshiradi? Demak, qaysi birda kuchli kislota bor deganida? Samolyot kuchli kislotalik beradi. Qani? Natriy xlor emas. Amoniy nitrat, to'g'ri. Amoniy kuchsiz, nitrat kuchli. Tushunarmi? Tushuninglar? Deymiz. 13. Boyingiz. 11 dedi. Kaç cevap var 13? Dörde bakın. 10. Hani endi bir başlamakta. Natriy hidroksitli 0,01 molarli eritmasini pH'ini topdi. Kechiring, mana deysiz. Natriy hidroksitdan ma'lum tushunarlimi? Ha? Bular yozishingizlar. Hamma ila so'rovmi? Mashina. Kislotalardan ish qolmadi. Yana bir marta. 10 necha bo'ldi? 10 necha yil deydi? 15 ga. Menga natriy hidroksid beriladi. To'g'rimi? Natriy hidroksid beriladi. Malyarliga tushdi, bo'ldi. 0 bor. Natriy hidroksiddan qaysi ion chiqadi? OH ion. Demak, P OH da 1, 2, 3 ta 0 demak 3 bo'ladi. pH shunda 10 da. 14 da aytdingizlar. 10 da. Shu. Tugadi. Ha? Gram desa demak, gram desa sen nima topishing kerak? Malyarda. Mol topib turasan. Ya'ni massani berib bo'ladi. Keyingi mana 5,6 ni nima qilasan? Mana deydi. Mol topganman 15 dan. Mol topganman 5,6 ni 56, ya'ni kaliy hidroksidli bo'lib 0,1 mol chiqdi. Bu necha litrda? 10 litrda. To'g'ri? 0,1 1 litrga topsam qisam necha bo'ladi? Yo'q. 0,1 10 ga bo'laman. 0,01 bo'ladi. Yana 2 non qo'shiladi. Buni natriy kaliy hidroksid bo'lgandan keyin bu qaysini beradi? P OH necha bo'ladi? pH 12 da. Qaymi? Qanchalar? Boshida. Tushunishmi lozimmi? Keyingisi. Zishlik esa nima qilardim? Litr zishlik ko'paytirardim, massa chiqardi. Keyin uni 100% turib keyin yana mol topaman. Shuncha litrda shunaqa 1 litrda qancha? Qilasizlarmi? Aql qal. Kan? Bo'ldi, bunaqa. Buni ikkanmiz. Vaqti 15 minutcha. 16 qaraydi. Birinchi qaraysan, 2 litr. Necha millilitr bo'ladi? 2 ml. Demak,
Masa topganman. Hajmimiz ishiga ko'paytirib, 2000 ni ko'paytiraman nechiga? O'zgardi 2000 o'zi bo'ladi-da. O'sha 2000 gramm nechi foiz? Hop, nechi foizni so'rayapti? 0,28 foiz. Topsam. Mana ikkita nol bilan, mana ikkita nol. Qarasa 20 ni bunga ko'paytirsam 5.6 bo'ladimi? Ha? Mol topaman. Da 5.6 ni 56 bo'lsam 0,1 mol bo'ldi. Endi bunga nima degan da'vatchi? Hop, necha litr suv suyultirilganda hosil bo'lgan eritmani tarqashi necha o'shanda? Da. Mana bunga tarqash kerakmi? Yo'q, oqash kerak. Chunki kaliy gidroksiddan qaysi ion chiqadi? Oqash. Demak, tarqashim 11 bo'lsa, oqash topaman. Shuch bu degani 1 litr suvimda necha bor degani? 0,001 bor degani. Mol. Qaysi ion? Oqash iondan. Menga qaysi ion kerak? Mana qancha bor? 0,1. 0,1 da topaman. 0,1 ni bunga ko'paytirib, bunga bo'lsam 100 litr bo'ladimi? 100 litr bor edi. 100 litr bo'ldi. Mana necha litr bor edi? Dastlab 2 litr bor edi. 2 litr 100 litr bo'lib qoldi. Qancha qo'shilma? Da, qo'shilgan so'rayaptimi? Bu qo'yganni so'rayaptimi? Necha litr suv bilan suyultirilganda degani uchun qo'shilganni so'rayapti. 98 olasizmi? O'sha tunni o'sha oxirini qarang. Ummatdan moldan litr topdim. Dastlabda 2 litr bor edi. 2 litrga 98 qo'shilsa 100 litr bo'lib qoladi. O'sha qancha suv qo'shganda edi? Yo'q. 18. Xo'p. Agar malyarlik bo'lsa, molda bo'lib turishga haqqim bor. Sizlar bitta hisoblayapti. Sulfat setadi. Setadi. Nechadan chiqadi? Ikkita. Ikkita ikkita chiqdi. Sanda 0,005 mi? Anaqa. Yerdan chiqadi. Topsam buni 0,01 chiqyapti. Buni tarqashi 2. Ikkita nima? Qanaqa qiling? Qanaqa qiling? Yo'q. Zaten javob berdi. Yo'q. Nima edi? Necha yengisi? Yegaman. 49 litrlik eritmasini nima degan 36 litr suvda qilgandan keyin tog'ash so'rayaptimi? Alfa dissotsiatsiya degan darajasi. Ya'ni necha foiz ionga kiriladi? O'chirdingmi? Sifatli. Tashkil et. Xo'p, birinchi ko'rgan yana telefoningizdan soni qoldi. qarabdi.
Massa topaman, hajmni zichligi ko'paytirib, 4 litr beryaptimi, 4000 bo'ladi. Yana zichlik birmi? O'zi chiqadi. 4000 gramm ham yana 100%, necha foiz beryapti? 49 mi, 45 mi? 49. 0,49. Topaman. 19,6 bir necha bo'laman? 90? 0,2 mol bo'ladimi? Bundan vodorod ionlarini topaman. Sifat bo'lsa, H2 to'g'ri. Bundan ikkita vodorod chiqadimi? Bittadan ikkita 0,2 dan 0,4 ta chiqadi. 0,4 ta chiqsa 4 litrga 36 litr qo'shibdimi? Necha litr bo'ladi? 40 litr. 4 plus 36 teng 40 litr bo'ladi. Endi 40 litrimda vodorod ionlari 0,4 mikan? Ya'ni mana bu. Men necha litr topaman? 1 litrga. 0 litr 0 1 bo'ladi. 1 ta qashiq necha bo'ladi? 2 ta oq qashiqcha bo'ladimi? Bo'ladimi? Otasini yedim. Oxirlagan paytda 8gacha. Oxirlagan paytda 8gacha. San bo'ldi. Ya o'zimizga pasta. Pastga tushib ketdim. Kaç olsa bir çıkarıyor. 5 milyon. Bu kadar olmadan çıkartıyor. Buranın video. Kaç çıkartıyor? Evet, evet. Yani nolları var. Nol bütün nol sekiz koyuyor. Vardı var bütün nolları. Direksiyonu yaptı mı? Direksiyonu soralım ne çekiliyor? İnşallah. Bol. Oturuyor musun? Tamam. Tamam. Hadi taşımadık da. Hop. Nima bo'lsa ham qanaqa masala desa ham birinchi topish kerak. Mo'l topish kerak. To'g'ri. Nima bo'lsa? 1 litrda qancha shunaqangi ish bor. Nima qo'shilgan? 1 litrdan ol. Hop. Qashqalarni ham, natriy hidroksidni ham bir moldan 1 litrdan olaman. 1 litrdan olsam bunim 0,1 ekan, 1 litrdan olsam bunim 0,3 ekan. Shunaqa? Da, ular reaksiyaga kirishadi. Nima hosil bo'ladi? Da. Natriy klor bilan suv hosil bo'ladi. Reaksiya ishlatganda mola kam bo'ladi. Qaysi bir kam? Ash bo'ladi. Nega ham 0,1 sarflanadi. Natriy hidroksid qanchasi ortib qoladi? Da, chunki u 0,3. 0,3 dan 0,1 kelsa 0,2 ortib qoladi. Endi bundan OH ioni qancha hosil bo'ladi? 0,2 da, 0,2 bittadan chiqadi. Mana necha litr aralashma hosil bo'ladi? 1 litrga 1 litr qo'shilganda 2 litr. 2 litrda 0,2
mol olgan. Bir litrimda nol. Nol. PH. Necha bo'ladi? Yo'q. Ha. Chunki natriy OH qaysi yo'lni beradi? Natriy OH natriy OH pH beradi. pOH beradi. U bir pH shunda 10. Bundan qaranglar, qaysi modda qaysi yo'lni beradi. Tushunishmami? To'g'ri sanchorsam? Mana sanchorsam. Yigirma uchmi? Sintetikani, hop, yana. Sintetikada qanaqa edi? Ha, SHUSOOH. Bundan nechta vodorod chiqadi? Yo'q, bitta. Faqat mana vodorod desalar, bu vodorod desalarmaydi. Ammo nega? Adam shunaqa deydi. Ha? Ne bilmiyorum. Yo'q, qaranglar. Erta organik o'tamiz. Organikda harakatchan vodorod degan narsa bo'lsa, funksiyalar guruhdagi harakatchan vodorod degan narsa bor. O'sha narsa ma'lum bo'ladi. Buni tuzilishi o'zi. Ofatda kalk ham bor. Tamam? Sulfat emas, kalk ketdi. Bir nechta bor. Nitratdan. Mana narsa bilan mana narsa bir xilmi? Ha? Bu ham OH turibdi, bu ham OH turibdi. Vodorod bunday vodorod ajralib chiqarmadi? Ha? Bundan bitta vodorod chiqadi, nitratdan. Bundan ham qaysi vodorod chiqadi? Faqat funksional guruhdagi vodorod chiqadi. Da. Yani karboksil guruhdagi vodorod chiqadi faqat. Mana bu uchta vodorod uglerodga bog'langan, ular hech qanaqa qochib ketmaydi hisoblanadi. Yani qanchalar bilmayman. Adam shunaqa tushunib keldi. Endi aytayaptiki 0.0.0025 Qadam bor. Ve noldan keyin-chi? To'g'rimi? Necha? Ha, necha 20 shuncha manilar bo'ldi. Shundan aniq? Hop. Dadamda 0.04 ekan. Foiz bermagan, foiz berganda buni 100 ga ko'paytirib olardi. Tamam. Bo'ldi, shu javob bo'lsa, sabab. Bitta chiqadi, 0.005 bilan 0.005 chiqadi. Bundan ham qarang. Bundan ham teskaralagan hosil bo'ladi. Bo'yindagi. Faqat hisoblanadi. 0.05 dan teskaralagan olsam qaranglar. Mabodo so'rab qo'ysa. Va 4 butun 7.53 degan anaqa chiqadi. Logaritm chiqadi. Qanday? Ya'ni 5 bilan 4 orasida logaritm chiqadi. O'rgataman. Bunaqalar ham keladi. Ha? Limon sharbatda limon kisata bo'ladi.
So'kka to'sdi. Yo'q, mana bitta pomidor sharbati ham bor ekan. Ha, pomidor sharbati qisqasi kislota bo'ladi hammasi. Pomidor kislotasi bo'ladi. Pomidor kislotasi bo'lmaydi. Kislotali muhitga beradigan nimadir qaysi kislotasi bo'ladi. Masalan, limon deydi, limon vitamin C deydi, askorbinoid kislota. Shu vitamin C borda. Ular liboy mevada bor o'sha. Masalan, olmada bor. Olmada olma kislota bor. Keyin limon kislota yo'q. Azmi. Pomidor kislota yo'q. Yo'q, pomidor kislota yo'q. Pomidorda ham qanaqadir kislota bor, lekin pomidor kislota emas. Ha? Ammo ular nomi bor hali. Nomi bor, tuzilishi bor. Limon kislota tuzilishi bor. Olma kislota tuzilishi bor. O'sha olma kislota ichsa bo'larkanmi? Pirogga ham qo'shishadi. Pirogga. Bir boqamiz. Suvga aralashtirib ichish kerak. Hozirlarniki Lekin hidi shirin ekan, ta'mi g'alati ekan. Bilmayman. Hop, qisqasi qaraydi. Limon sharbatini pH qiymati taxminan 2 ga teng deyapti. Bu degani pH 2 bo'lsa, molyari 0.01. Bir litrda 0.01 vodorod ionlari bor ekan. Mana necha millilitr zotda? 100 millilitr degani 1 litr emas, necha litr oladi? Millilitr oladi endi. 1 litr o'rniga ming olaman. Da qancha deymanda? 0.00. Odam tushunadi. Mana nima so'rayapti? So'rabdi. O'zingizga nuqtasi. Da mana degani daraja. 3 ta 0, 10 darajasi minus 3 degani. Teng hisob shunaqa. Yigirma olti. Berilgan hujjatlarning qaysi birida pH qiymati qolganlarnikidan yuqoridir. pH yuqori deganda o'zi nimani tushunasizlar? Degan savol bor. pH qachon yuqori bo'ladi? Ha? Da. Keyin mana shkala yozdimmi? 14 ta. O'rta 7 ta. pH 14, to'g'rimi? Eng yuqorisi qayerda bo'lyapti? 14 yoki 13 bo'lganda. Ya'ni 13, 14 bo'lganda sharoit qanaqa edi? Kuchli ishqor. Demak, kuchli ishqoriy sharoit bo'lishi kerak. Qaysi birida? Natriy xlor, nitrat, hop, keyinsi. Hop, B'da. B sulfat, temir sulfat. Temir sulfatda. Kislotali bo'ladi. Chunki temir kuchsiz, sulfat kuchli. Da, yo'q, litiy kerak. To'g'ri. Hop, qaranglar, 6 xlorid, alyuminiy xloridda alyuminiy kuchsiz, xlor kuchli, shuning uchun kislotali sharoitni ko'rsatdi. D'da litiy xlorid bor, sabab litiy kuchli, xlor kuchsiz. Xlorid kislota. Keyinsa o'zingizlar qilib ko'rasizlar? Hayır. Nima suvga deyapti? Sizda o'sha vodorod ionlarining konsentratsiyasini deyapti. Savol, suvi o'zi pH necha edi boya? Yo'q. Ana. 7, to'g'rimi? pH 7 edi suvda. Keyin necha bo'lsin deyapti? Suvga pH 10 bo'lsin deyapti. pH 10 degani bu degani 10 darajasi minus 7 degani bu degani 10 darajasi minus 10 degani. Endi necha marta desa necha marta desa
Bo'lish kerak. Kichkinasini kattasini. Minus deyish oladi. Kattasi kichkina bo'ladimi, kichkinasi kichkina bo'ladimi? Kattasi kichkina bo'ladi. Ya'ni buni qiymati katta-yu, mana shu kichkina. Buni minus deyish oladi. Buni holatda asos bir xil. Nima qilaman? Bo'lish bo'lsa darajalar ayriladi. 10 dan 7 ni ayirsa, mana minus 10 dan ayirsa minus 7 ni. Nech bo'ladi? 3 bo'ladi. 10 darajasi 3 degani necha degani? Yo'q, min degani. Minus bo'lsa 0.001 bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shunda 10 bitta 3 bo'ldimi? 10 darajasi 3 degani. 10 darajasi 3 degani 1, 2, 3 ta 0 bor. Bu min marta so'yib turibdi. Tushundingizmi? Hop. 28. Shart qolib chiqqan, ha, bo'ldi. Yuqoridagi ma'lumotlardan to'g'ri ko'rsatilgan moddalar haqida to'g'ri top bo'lyapti. 28. Erta paqasi 7 dan 7 dan kichik. 7 dan kichik bo'lsa, qanaqa sharoit bo'ladi? Ketadi. Ha, kiloga. 28. 28. Birlik, hop, yerda paqasi kichik deyapti. Bu degani setali degani. 32 ta elektron bor. Mana buni topamiz. Peki to'g'ri. Bo'ladi, bilmayman. Yo'q, qara, nima? Mana ko'rish kerak, to'g'ri. Bitta seta bo'lsa agar. Mana N2O5, N2O3mi? Nitrit seta olinadi. Buni ko'rish kerak. Endi ishqor bilan neytrallanadi. Demak, ishqor bilan nima neytrallanadi? Seta neytrallanadi. D-ni ko'ramiz sirasi? Hop, D-ni ko'rsak. Mana, boshlamiz oxiridan boshlaymiz. N2O3 ga suv qo'shsam. Nima chiqadi? HNO2 chiqadi. Nitrit chiqadi. Ikkita. Qanday? Nitrit. Chunki mana bu yerda +3, mana bu ham +3 bo'lishi kerak. Agar +5 bo'lganda +5 desa, ya'ni nitrat hosil bo'ladi. Endi nitrit hosil bo'ldi. Bunda 32 ta elektronmi yo'qmi? Tekshirish kerak. Hop, bunda vodorodda bitta bor, azotda 7 ta bor, kislorodda tasvir raqami. Qaysi kara? 2, 16 ta bor. 16 ga 7 ni qo'shsam 23 bir qo'shsam 24. 32 ta bo'ldimi? Yo'q. Demak, bu emas. Ani ko'rib olaylik. Nima deyapti? D xato ekan. Hop, Shiddat bilan vodorod reaksiyasi hosil. nima ekan? Boshla. Shiddat bilan vodorod Kumush nitrat bilan hop, kumush nitrat bilan vodorod xlorid reaksiyasidan nima chiqadi? Xlorid. Kumush xlorid bitta. Qanaqa cho'kma? Oq tag'an cho'kmaydi. Plus nitrat. Da. Bunda nechta elektron? Tamam. 1 plus 7 plus 8 ko'paytiruv 3 bo'ladi. 1 ga qarang. 1 ga 7 ni qo'shsa 8 kara 4 degan. 8 kara 4. Demak, javob Yirmi to'rt. Tushundingizmi? Bitarga ketib qo'ydi. Mol topasizlar. Molim 100%, 90% qancha? Normallarda belirtilib turibdi. Normalar ming ko'paytirildi. Yo'q. 1 litrda shuncha 2 litrda qancha bo'ldi? Mana yozganlar bo'ladi.
telefonda